Ekranda ko'rib turgan jarayoningiz noodatiy, sababi laboratoriyada o'simlik, yem-xashak, tuproq, o'g'it va boshqalarning kimyoviy tarkibini aniqlash ishlari olib boriladi. Biz yerga ortiqcha o'g'it kiritgan paytimizda yerni zaharlaymiz. Agar normada bersak bu oziqa, ortiqcha beradigan bo'lsak bu zaharga aylanadi. Biz oldin qiynalardik, ba'zi bir fermerlarimiz, ba'zi bir klasterlarimiz bir kunda o'zida analiz qilib yo tuproqni yoki mineral o'tini xulosasini olishga intilar edi. Biz lekin o'sha o'z vaqtida bera olmasdik. Hozirgi kunga kelib o'sha saqlash omborlariga yoki bo'lmasa o'sha fermerning tuman yoki hududga, fermer dalasiga borgan holda tuproq namunasini olib, o'sha laboratoriya tahlil qilib, birdan tahlil natijalarini berishga erishdik. Ommaviy axborot vositalari vakillarining bu galgi ekskursiya manzili Qashqadaryo viloyat agrokimyoviy tahlil markazi bo'ldi. Joriy yilda amalga oshirilgan tadbirlar xususida ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Biz o'zimizdan kelajak avlodga unumdor serhosil yer qoldirishimiz kerak. Mana shu yerimiz unumdor bo'lishi kerak. Bugun yerga palapartish kiritilayotgan, tahlil qilmasdan turib kiritilayotgan mineral o'g'itlar yerning unumdorligiga salbiy ta'sir qiladi. Bu yerda nitrat miqdorining oshib ketishiga sabab bo'ladi. Nitrat miqdorining oshib ketishi yerning sho'rlanish darajasining buzilishiga sabab bo'ladi. Bu o'zidan yerda sho'rlik darajasi yuqori bo'lgandan keyin o'simliklarning o'sishi va rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. O'simlikning o'sishiga salbiy ta'sir qildi degani bu rejadagi hosilni yetishtirish imkonini bermaydi. 2025-yil bo'yicha vohadagi mavjud 82.900 gektar yer maydonida agrokimyoviy tahlil o'tkazish borasida shartnomalar tuzildi. Shuningdek, dala cheti, kollektor va drenaj atrofidan 5093 gektar yerdan tuproq namunalari olinib, tahlil xulosalari berilgan. Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko'ra, mineral o'g'itlardan doimiy foydalangan holda qishloq xo'jalik ekinlari yetishtiriladigan maydonlarda har 4 yilda bir marotaba tuproq agrokimyo izlanish ishlari bajarilar ekan. Jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga soha vakillari tomonidan javob oldilar.